Domstroyda Qo'qondagi mijozlari hozir sizlarga Domstroyda Qo'qondagi filialda qaysi mahsulotlar chegirmaga tushganini ko'rsataman va obzor qilib beraman. Birinchi nitro kraskalardan boshlaymiz. Bu kraskalarsiz temir yuza panjaralarga ishlatishingiz mumkin. Mana kichkinasidan boshlaymiz. Bu Turkiya mahsuloti. Eski narxi 108 ming so'mdan bo'lgan, hozirgi narxi 80 ming so'mdan. Bu 900 ml bo'ladi. Endi buni kattarog'iga kerak desangiz, mana buni ko'rishingiz mumkin. Bu boshida 170 ming, 190 minggacha sotilgan. Hozirgi narxi 135 ming so'mdan Qo'qondagi filialimizda xarid qilib olishingiz mumkin. Buni kilogrammi 2 kilo bo'ladi. Xo'p, agar mabodo taxtalarga kerak bo'lsa kraska, mana shu turlarni tavsiya qilamiz. Bular ham 95 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi narxi 70 ming so'mdan, даже tan narxiga ham berib yuboryapmiz. Keyingisi Setabello. Buni asosan darvozalarda gullik, ajralib turadigan joylariga qo'ysangiz bo'ladi. Buni misligi ham bor, tilloligi ham bor, kumushligi ham bor. Bularda ham bu mahsulotlarimiz ham chegirmaga tushgan. Mana ko'rishingiz mumkin. 175 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi narxi 125 ming so'mdan berib yuborilyapti. Xo'p, Entayda bo'lsa, bu Nitra Rossiya mahsuloti. Buni ham eski narxi 190 ming, 200 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi narxi 110 ming so'mdan. Eng katta kraskamizni ko'rsataman. Bu Ozarbayjon mahsuloti bo'ladi, 12 kilogramm. Buni eski narxi 850 ming so'm bo'lgan. Hozirgi narxi 730 ming so'mdan Domstroyda Qo'qondagi filialidan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu videoni qo'qonlik tanishlaringizga, qo'qonlik usta akalarga jo'natib qo'ying.